Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz geografiya fanidan Misr Arab Respublikasi mavzusini o'tamiz. Misr Arab Respublikasi. Aziz o'quvchilar, Misr Arab Respublikasi haqida nimalarni bilar edik? Bir esga olamiz. Insoniyatning eng qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri. Dunyodagi eng uzun daryo Nil daryosi oqib o'tadigan mamlakat. Jahon turizmi markazi. Qani, bugungi geografiya darsimizda Misr Arab Respublikasi haqida yana nimalarni bilib olamiz? Misr Arab Respublikasi shimoldan O'rta dengiz, sharqdan esa Qizil dengizi qirg'oqlarini yuvib turadi. G'arbdan Liviya, janubdan Sudan hamda Isroil va Falastin davlatlari bilan chegaradosh. Misr Arab Respublikasi Afrikaning shimoliy sharqiy va Osiyoning Sinay yarim orolida joylashgan davlat bo'lib, Osiyo va Afrikani Suvaysh kanali ajratib turadi. Misr Arab Respublikasining iqtisodiy geografik o'rnining qulayligi ham aynan shundadir. Misr Arab Respublikasining maydoni 1.100.400 kvadrat kilometrdan iborat bo'lib, aholisi 97 million kishi. Poytaxti Qohira shahri. Misr Arab Respublikasi prezidentlik respublikasidir. Tabiiy sharoiti va resurslari. Misr Arab Respublikasining hududi asosan tekisliklardan iborat. Faqat Qizil dengiz bo'ylari hamda Sinay yarim orolida tog'lar mavjud. Misrda tabiiy gaz, neft, temir rudasi va fosforit konlari mavjud. Misr Arab Respublikasi hududi asosan tropik hamda O'rta dengiz bo'yi hududlari esa subtropik iqlim mintaqalarida joylashgan. Misr Arab Respublikasida yil davomida harorat issiq, yozi quruq issiq, qishi esa iliq bo'ladi. Yillik yog'in miqdori juda kam. Bir yilda 2200 mm gacha bo'ladi. Misr Arab Respublikasi tropik cho'llarda joylashganligi uchun ham suv taqchilligi mavjud. Misr Arab Respublikasida dunyodagi eng uzun daryo Nil daryosi janubdan shimolga tomon oqib o'tib, tropik cho'llardan o'tadi. Shuning uchun ham Nil daryosini tranzit daryo deb ataymiz. Nil daryosida dunyodagi eng katta, eng yirik suv ombori Asvon suv ombori barpo etilgan. Aholisi. Misr Arab Respublikasi Afrika qit'asida aholining soni jihatdan 3-o'rinda turadi. 1-o'rinda Nigeriya, 2-o'rinda Efiopiya, 3-o'rinda esa Misr Arab Respublikasi. Misr Arab Respublikasi aholisi ko'payib borayotgan davlatlar qatorida turadi. Bir yilda tabiiy ko'payish 2,5%. Bu degani bir yilda 2 milliongacha aholisi ko'payadi. Misr Arab Respublikasi bir millatli mamlakat. Aholining 99%ni arablar tashkil etadi. Eng qizig'i shundaki, Nil vodiysi dunyodagi aholi eng zich joylashgan hududlardan biri hisoblanadi. Nil daryosi vodiysi va deltasida aholi juda zich joylashgan. Qizil dengiz bo'ylari va O'rta dengiz sohillarida ham aholi bir muncha zich. Biroq tropik cho'llarda esa aholi juda ham siyrak joylashgan. Misr Arab Respublikasida shahar aholisi 45% ni tashkil etadi. Bu Shimoliy Afrika davlatlariga nisbatan ancha past. Eng yirik shaharlari Qohira, Giza va Iskandariya shahri. Iskandariya shahri Iskandar Zulqarnay tomonidan bunyod etilgan shahar bo'lib, miloddan avvalgi 331-330-yillarda
tashkil etilgan. Qohira poytaxt shahar. Bundan tashqari Giza o'sha mashhur bo'lgan piramidalar joylashgan shahar hisoblanadi. Misr iqtisodiyoti boshqa Afrika mamlakatlariga nisbatan ulkan salohiyatga ega bo'lgan davlatdir. Unda sanoat tarmoqlari, qishloq xo'jaligi, Suvaysh kanali va turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Misr Afrika qit'asidagi davlatlar o'rtasida eng katta iqtisodiy salohiyatga ega davlat bo'lib, mamlakat iqtisodiyoti agrar-industrial xarakterga ega. Sanoat tarmoqlari, neft, gaz sanoati, oziq-ovqat sanoati, kimyo sanoati, to'qimachilik sanoati hamda metallurgiya va mashinasozlik sanoati yaxshi rivojlangan. Qishloq xo'jaligi. Aziz o'quvchilar, bilasizmi? Misrda Nil daryosi vodiysida eng qadimgi dehqonchilik shakllangan hudud hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida sug'orma dehqonchilikka asoslangan. Asosiy ekinlari paxta, shola, makajo'xori, sabzavot, meva va poliz ekinlari. Biz sevib iste'mol qiladigan poliz ekinlari asosan Afrikadan keltirilgan. Aynan poliz ekinlarining vatani Afrika hisoblanadi. Chorvachilikning eng asosiy tarmog'i qoramolchilik hisoblanadi. Suvaysh kanali Afrikaning iqtisodiy geografik o'rnining qulayligini belgilaydigan suv havzasi bo'lib, u Yevropa hamda bir qancha hududlarni aynan shu Suvaysh kanali orqali yuk kemalari suzib o'tadi. Bu suv yo'lining ancha qisqa yo'li bo'lganligi uchun aynan Suvaysh kanalidan foydalaniladi. Va buning hisobiga Misr Arab Respublikasining davlat budjeti uchun Suvaysh kanali orqali kemalar tranzitidan tushadigan bojlar muhim daromad manbai hisoblanadi. Misr Arab Respublikasi uchun turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Turizm dengiz bo'yi hududlarining tabiiy sharoiti hamda boy tarixiy madaniy merosi Afrikaning turizmining shakllanishiga asosiy omil bo'ladi. O'quvchilar, biz o'tgan darslarimizdan bilamizki, yer yuzidagi Turkiya Respublikasi ikkita qit'ada joylashgan davlat. Rossiya Federatsiyasi ikkita qit'ada joylashgan davlat hisoblanadi. Misr Arab Respublikasi ham Turkiya singari ikkita qit'ada joylashgan. Uning asosiy qismi Afrikaning shimoliy sharqiy qismida va kichikroq qismi esa Sinay yarim orolida joylashgan. Yana Afrikaning tabiatining o'ziga xos xususiyati uning tropik cho'llar hududida joylashgan bo'lsa-da, dunyodagi eng uzun daryo Nil daryosi kesib o'tganligidadir. Aziz o'quvchilar, Afrika haqidagi bilimlarimizni bugun yana bir bor takrorlab olamiz. Biz o'tgan darslarimizda Janubiy Afrika Respublikasi, Nigeriya Federativ Respublikalari bilan tanishgan edik. Hozir biz quyidagi jadvaldan uchala davlatga tegishli ma'lumotlar, o'ziga xos xususiyatlar berilgan va shu jadvalda biz qaysi davlatga tegishli bo'lsa, shu davlatlarni belgilab boramiz. Afrika ro'ri. Aholi soni bo'yicha qit'ada birinchi o'rinda. 2 qit'ada joylashgan. Oltin dalalar. Mamlakat budjetini asosini neft eksporti tashkil qiladi. Iqtisodiyoti agrar-industrial xarakterga ega. Kimberli o'rasi. Mamlakatda
suv resurslari yetarli. Asvon suv ombori, Johannesburg iqtisodiy poytaxt, Suvaysh kanali davlat byudjetiga katta daromad keltiradi. Aholisining 99%ni arablar tashkil etadi. O'ylaymanki, siz barcha savollarga to'g'ri javob berdingiz. Chunki Afrika biz uchun hamma payt qiziqarli voqea va hodisalarga boy, qiziqarli jarayonlar bo'ladigan qit'a sifatida qaraymiz. Afrika haqidagi barcha mavzularimiz bugun o'z nihoyasiga yetadi. Aziz o'quvchilar, siz 53-mavzuni o'qing. Quyidagi jadvalni to'ldiring. Quyidagi jadval davlat nomi, maydoni, aholisi, urbanizatsiya darajasi va shahar aholisi sonini hisoblab jadvalni to'ldirishingiz kerak. Janubiy Afrika Respublikasi, Nigeriya Federativ Respublikasi, Misr Arab Respublikasi. Bu davlatlarning maydoni, aholisi, urbanizatsiya darajasi sizga ma'lum. Faqat siz qancha aholi shaharda yashashini hisoblashingiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, sizga berilgan topshiriqni bajarib, fan o'qituvchingizga jo'natishni unutmang. Aziz o'quvchilarim, Misr Arab Respublikasi haqida juda ko'plab ma'lumotlar mavjud. Lekin biz bir darsda bu ma'lumotlarni to'liq o'rgana olmaymiz. Agar Misr Arab Respublikasi haqida ko'plab ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, ta'lim portallaridan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.